Assalomu alaykum hammaga. Bugun menga eng ko'p keladigan savollardan bittasiga shu videom orqali javob berib ketmoqchi bo'ldim. Tortingiz qanaqa? Ichlari dobrimi? Narsalari svejimi? degan savollarga shu videom orqali javob topishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, tortlarim har doim sveji tayyorlanadi. Klienti zakaziga qarab tayyorlanadi. Biskvitlari ham, ichidagi kremlari ham. Основной men morожный kremdan foydalanaman. Bu tortim выписка torti raddom uchun tayyorlanyapti. Ichlari mevali bo'lsin degan klientim bilan men ozgina o'zgartirish kiritgan holda ular bilan maslahat qilib kievskiy nachinkani ham qo'shdik va bananlik qavatiga po'risti shokoladdan ham to'g'rab sovordim. Ko'rib turganingizdek, tortim ichlari juda ham добрый bo'lgan. Nachinkalari ham, kremlari ham, ichlari ham quruq bo'lib qolmaydi. Juda ham sochni bo'ladi. Shu ko'rib turgan tortinglar bemalol 15 ta 18 ta odamga yetadi. Sizlarga ham shunaqa добрый, mazali tortlar kerak bo'lsa, bemalol menga zakaz berishingiz mumkin.